Andijonga yo'l oldik. Siz nimaga olasiz? Kimdir olib kelarmi, o'girarmi? Biz Andijon viloyatiga yo'l oldik. Eng yomoni biletim posta qolib ketibdi. Biz Andijondamiz. Tushlik qildik, vokzalga chiqdik, ularni kutib olib, ularni intervyu oldik. Keyin qaytdik. Yangi Andijon bog'iga 16:00 da. Bugun 17-aprel sanasi 20 dan oshiq jurnalistlar va ommaviy axborot vositalari vakillari Andijon viloyatiga yetib kelishdi. Assalomu alaykum. Onajon, sizni tabriklaymiz. Shunday farzandlar borki, bizni sohamizga, madaniyatimizga rahmat. Sog' bo'ling, onajon. Sog' bo'lsin. Tabriklaymiz. Ben baralla baland ovozda ayta olaman. Bugun madaniyat sohasi xodimlari eng ilg'or, eng faol, eng fidoyi xalq vakillari deb bemalol aytsa bo'ladi. Assalomu alaykum. Aya salomatmisiz? Bugun sizga bizni ham mahallada bayram bo'lish boshlandi. Xudo xolasa madaniyat sohasida avvalo prezidentimizga katta rahmat. Sog' bo'ling. Tabriklaymiz. Shunda bola boqqaningiz uchun sohamizga. Mana soatimiz mellari 11 ga yaqinlashyapti. Biz esa 4-manzilga ketyapmiz. Jarayon zo'r. Bayramlaringiz muborak bo'lsin. Andijoningiz sog' bo'lsin, umringiz uzoq bo'lsin. O'zbekiston qahramoni. O'zbekiston qahramoni. Roddomda 2 kartlar bilan bir seans ashula aytdim. Uning guli tomoldi jahon mulkida paydo, yeshuv parido. Добро пожаловать. Ketdik. Demak, bu tashabbus bu yil birinchi marotaba sizning nomingizdan qilinyapti. Bir xursand bo'lasiz bu ma'lumotga, bir xafa ham bo'lasizda. Nega? Endi shu paytgacha bu ish qilinmagan. Qanaqa o'zingiz ham zavqlanib mazza qildingiz, shuni sezdim. Mani birinchi navbatda o'zi shogirdlik vazifam ham o'ylayman, nafaqat bu vazirligim uchun. Sog' bo'linglar. Ko'rganingizdek, kun grafiki juda ham tig'iz. Soat 14:00 da bo'lib o'tishi rejalashtirilayotgan yoshlar uchrashuvi 13:30 ga ko'chirilishi taklif etildi. Faqat hayron qolyapman. Umuman Andijonda bugun madaniyat o'zgarganini ko'ryapman va xalqda, oddiy fuqarolarda ishonch paydo bo'lganini, umid paydo bo'lganini. Yurdinglarmi? Yomg'irdan qo'rqmayman, yurdinglarmi? Avtomashinalar. Qo's, mana bunaqasi ketasiz, mana. Omonmisiz? Alaykum, bayramlaringiz bilan. Yangi shahar. Oburilar kabi. Ijodingiz Bobur yurti Andijonga xush kelibsizlar. Ta'minlar o'zining kunini ko'ryapti. Turksoy tashkiloti Buxoro Bugungi olgan mukofotimdan juda ham xursandman. Sizga qarab Hech kimdan ish qilyapman.
ichigacha qaltiroq bosib ketdi. Andijondagi bugungi kundagi o'zgarishlar va madaniyat sohasi xodimlarini bayrami. Yangi Andijon bog'ida tashkil etilgan tadbir o'z nihoyasiga yetdi. Respublikaning turli hududlaridan tashrif buyurgan madaniyat xodimlari endi